Alloh taolo oyatning davomida aytayapti: "Ittabarra'allazina tubi'u minallazina taba'u wa ra'awul 'adab wa taqatta'at bihimul asbab." Ana o'sha vaqtda peshvolar o'zlarining ergashuvchilaridan voz kechurlar. Ana yuqorida Allohning muhabbatidan nimalarnidir ustun qilgan kishilar Allohni o'zlariga peshvo qilib muhabbat tutishlik o'rniga nimalarnidir o'zlariga muhabbat tutib ustun ko'rganlar, ana shularning peshvolari ana shunda o'zlari bu ergashuvchilardan yuz o'girurlar, voz kechurlar deb. Alloh taolo qiyomatdagi mahshargohdagi shunaqangi bir sharmandalikni bayon qilyapti. Haligi dunyoda tayanib yurgan, suyanib yurgan o'zlarining boshliqlari, o'zlarining olihalari, o'zlarining ilohlari, hali ular hech narsani talab qilmasdan turib ko'rgan zahot ulardan voz kechib yubordilar. Mana sharmandalik degan. Qarang, birinchi o'rinda Alloh taolo kimni zikr qilyapti? Ergashuvchilarnimi yoki ergashilingan peshvolarni zikr qilmoqdami? Ittabarra'allazina tubi'u deganda birinchi o'rinda ergashilingan peshvolarni zikr qilyapti. Ya'niki bu bildiradiki, haligilar azobni ko'rgan zahoti, hali atbolari o'zlarining ergashuvchilari ularni kelib haqqini talab qilmasdan o'zlaridan o'zlari qo'rqib, o'zlaridan o'zlari men ulardan voz kechdim deb oladilar. O'zlaridan o'zlari haligilar atbolardan voz kechib oladilar. Ittabarra'allazina tubi'u minallazina tabau. Peshvolari o'zlariga ergashuvchilardan voz kechib oladilar. Va azobni ko'radilar. Mana sababni bayon qilyapti. Nima uchun voz kechib oldilar? Dunyoda osh qatiq bo'lib yurgan insonlar bir-birlarini iloh darajasiga ko'targanlar. Nima uchun azobni ko'rgan zahoti mana? Ana shu azobni ko'rganligidan hali bir-birlaridan haqni talab qilmasdan voz kechib oldilar. Va taqatta'at bihimul asbab. Ularning o'rtalarini bog'lab turgan sabablar uzildi. Ana u joyda, mahshar joyida ularning o'rtalarini bog'lab turgan har qanday aloqalar uzildi. Ularning o'rtalarini bog'lab turgan aloqalar mansabparastlik bo'lsin. O'rtalarini bog'lab turgan aloqalar ota farzandlik bo'lsin. O'rtalarini bog'lab turgan aloqalar ir-xotinlik bo'lsin. O'rtalarini bog'lab turgan aloqalar pir va muridlik bo'lsin. O'rtalarini bog'lab turgan aloqalar mazhabga ergashish yoki ta'assub bo'lsin. Hamma aloqalar uziladi. Haligi mazhab boshlari ham hattoki o'zlarining pirlari ham hattoki mana bu azobni ko'rgan joyda hamma o'zining g'ami o'ziga bo'lib qoladi. Mana bu oyatni boshqa oyatlar bilan jamlab o'rganganda shunday ma'no chiqadiki, mana birinchi o'rinda voz kechadigan narsa, o'zlarining muridlaridan voz kechadigan narsa, borliqda yomonlikning negizi bo'lgan shayton birinchi o'rinda o'zining atbolaridan voz kechadi. Bunga dalil Alloh subhanahu va taolo Qur'onda zikr qildiki: Estaizu billah وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. Mana shayton aytayotgan da'voni qarang. Qiyomatda mahsharga hamma yig'ilgan vaqtda shayton aytayapti: Alloh sizlarga bir va'da qilgandi. Jannatlarni va'da qilganda itoat qilganlarga men ham sizlarga va'dalar qilgandim. Men va'damga xilof qildim. Men sizlarni qutqaruvchi emasman. Sizlar ham meni qutqaruvchi emassizlar. Mana shayton shunaqa qilib voz kechadi. Shayton aytadiki: "Ma kana li alaykum min sulton." Meni sizlarning ustlaringda bir sultonligim yo'q ediki majburlagan bo'lsam. Mana shaytonning aytayotgan da'vosini qarang. Men sizlar ustlaringda sultonmidimki majburlasam sizlarni yomonlikka. Sulton nima degani? Sulton ikki xil bo'ladi. Sultonul quvva va sultonul hujja. Mana buni yaxshi bilib olishlik kerak. Sulton degani faqat boshliq bir zo'ravon degani emas. Sultonul quvva, ya'ni kuch bilan sizga boshqaradigan insonga quvvatni egasi sultoni deyiladi. Ikkinchi sulton bor, hujjat bilan sizni boshqarib tashlaydigan odam. Mana bu sultonul hujja deyiladi. Shayton aytayaptiki, men sizlarga sulton emasdim deganda, sizlarni men kuch bilan ham yomonlikka boshlamasdim. Dalil hujjat jihatidan ham sizlarni yomonlikka buyura olmasdim degani. Mana shuning uchun ham olib keling, har qanday muftadini, har qanday osini olib keling. Qani Qur'on sunnatda oldida qanaqa gap topib oladi? Mana shu shaytonning o'zining tilidan chiqayotgan mana gap. Shayton aytayaptiki,
Meni sizlarning ustilaringda hech qanday hujjatim yo'q edi. Sultonim deganligi, na kuch bilan sizlarni yomonlikka boshilardim, naki bir dalil bilan, hujjat bilan sizlarni yomonlikka boshilardim. Qilgan ishim faqatgina nima edi? Illa an da'utukum fastajabtum li. Chaqirardim, o'zlaring kelardinglar. Inson shunchalik gumrohmi chaqirganda ketaveradigan? Inson shunchaki bir hayvonmi chaqirsa ketaveradigan? Mana shaytonga ergashadiganlar lekin shu misolga tushadi. Shayton hozir o'zi aytayapti mana. Illa an da'utukum. Faqat chaqirardim, kelardinglar. Hujjat ham keltirib o'tirmasdim deyapti. Kuch bilan majburlab ham o'tirmasdim. Chaqirardim, kelardinglar deyapti. Mana yomonlikning negizi bo'lgan shayton birinchi o'rinda mana shu yerda o'zining ergashuvchilaridan voz kechdi. Mana buni endi kimlardir bu shayton shuning uchun ham voz kechdi deb o'ylashligi mumkin. Hattoki mana farishtalar ham Alloh taoloning huzurida jamlanganda va yawma yahshuruhum, Alloh taolo oyatda aytadi, qiyomatda Alloh taolo hammalarini jamlaganda Alloh taolo jamlab farishtalarga, sizlar mana bu insonlarga o'zlaringiz sig'inishni buyurganmidinglar deganda farishtalar aytadigan gapiga qarang. Subhanak deyshadi. Biz bunaqangi gapni senga nisbatini berishlikdan pokdir. Sen bunaqangi gapga mansub bo'lishlikdan pokdirsan deyshadi. Anta valiyuna min dunihim. Ular emas bizning haqiqiy muhabbatga sazovor zotimiz sensan deyshadi. Bal kanu ya'budunal jin. Ular jinlarga sig'inishadi deyshadi. Mana farishtalar jinlarga tashladi. Jinlar bo'lsa o'zlariga tashladi. Shaytonlar bo'lsa o'zlariga tashladi. Mana bu odam qiyomatda mana shunaqangi sharmandalik, o'zining Robbisini yo'qotgan holda, dunyoda sarson bo'lganidek oxiratda ham mana shu sarson holda qoladi. Nimaga sig'inishni, nimaga ergashishlikni, kimdan borib yordam so'rashlikni bilmay mana shunaqangi holatda qoladi. Mana keyin bu payg'ambarlar ham bulardan voz kechadi. Payg'ambarlar Iso alayhisalomga Alloh taolo aytdi. Itqalallohu ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah. Alloh taolo aytdiki, ey Iso ibn Maryam, sen odamlarga o'zingni va onangni Allohni qo'yib iloh qilishlikni buyurganmiding deganda Iso alayhisalom subhanak, sen bunaqangi da'vodan pokdirsan deydi. In kuntu qultuhu faqad alimta. Agar aytgan bo'lganimda sen bilarding deydi. Men faqat menga buyurgan gaplaringni aytdim deydi. Mana demak payg'ambarlar ham bundan voz kechdilar.